Dadasi tabriklaying, prava oldim. Voy, Zuru, endi pravani yuvish kerak. Aha. Mana dadasi yuvdim. Aytganingda kir so'm bilan parashok olib kelib berardim, yaxshiroq yuvilardi. Endi haydatasizmi mashinangizni? Men senga ishonmayman. Oldin seni o'zim sinovdan o'tkazib, keyin beraman mashinani. Birinchi o'rinda ayol kishi haydaydigan mashinani orqasiga har ehtimolga qarshi ayollarning tuflisi bilan o'quvchini qo'yish kerak. Xo'p, hozir. Bo'ldi, dadasi tayyor. Seryozni? Qani? Nima bu? Tufli, o'zingiz aytdingiz-ku. Bu mayli. A bu kim? Assalomu alaykum. O'quvchi. Ketdingmi endi? Bo'ldi, hayda mashinani. Haydash kerak, haydamasa yurmaydi. Ket. Yo'qol. Dadasi haydasam ham yurmayapti-yu. Men adashdim. Hali beri mashinaga o'tirmas ekanmiz. Sen hali yo'l chiziqlari, belgilarini ham bilishni yorvarsan kerak-a. Menga zebrani ko'rsatchi. Endi jatupa ko'ryapsiz dadasi, mana. Obbo, benzin kam qopdi-yu, zapravka qilib olaylik, Guli. Betga ne keldik? Zapravka qilaylik dedingiz-ku. Boring, kirib chiqing, kutib turaman. O, mashinalarni ko'ryapsanmi? Qara nomeriga. 40, ana 50, to'g'ri 60, 70 deb yozib qo'yibdi. Shu nima degani? Ha, shunda 40, 50, 60 tezlikda yuradi deganimi? Mana bu hamma knopkalarni bilsang kerak. Signal chalchi. Xo'p, O, malades. Yop endi buni. hozir. Voy, qoyilman. O'chir. Voy, onasini yemsin. Qani portlatib yuborsa qanaqa bo'lar ekan?